Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugun sizlar bilan 7-sinf O'zbekiston tarixining navbatdagi mavzusi, ya'ni Saljuqiylar mavzusini ko'rib chiqamiz. Tayyor bo'lsangiz, demak boshladik. Esinglarda bo'lsa, sizlar bilan 7-sinfda o'g'izlar haqida dars o'tuvdik. Saljuqiylar o'sha o'g'izlarning bir qismi hisoblanadi. Hozir ko'rib chiqamiz. Mana Saljuqiylar turkiy o'g'iz qavmi tarkibida dastlab hozirgi Janubiy Qozog'iston hududiga to'g'ri keladigan yaylovlarda, Sirdaryoning o'rta oqimidagi yerlarda ko'chmanchi hayot kechirganlar. Ya'ni hozirgi Qozog'istonning janubiy qismlari va O'zbekistonning hozirgi nima deydi, Navoiy viloyatlariga to'g'ri keladigan joylarda mana bu qismlarda mana shu yerlarda istiqomat qilgan. Endi 10-asrda Saljuq ismli shaxs o'zining fazilatlari, bilimdonligi, aybdorligi va mardligi tufayli obro'-e'tibor qozonib, bir qancha qabilalar sardorlari va katta harbiy kuch boshliqlari darajasiga erishadi, deyapti. Ya'ni gap kim haqida ketadi? Mana bu yashil bilan berilgan joy savol bo'lib tushishi mumkin. Gap kim haqida ketyapti? Bu Saljuq haqida ketyapti. 10-asr, bu 900-yillar. Endi mana xaritada Saljuqiylarning umumiy hududi ko'rsatilyapti. Nihoyatda katta hudud ko'rib turibsiz. Mana Vizantiyaning oldida hech narsa emas, oddiy kichkinagina hududcha. Saljuqiylar esa nihoyatda katta hudud bo'lgan mana. Hop. Yana bitta narsa, Saljuqiylar bilan Usmoniylar degan ikkalasi ham turklar. Saljuqiy turklar ham, Usmoniy turklar ham bu turklar. Faqat Usmon boshchilik qilganligi uchun u Usmoniylar deyiladi. Bunga Saljuq boshchilik qilganligi uchun Saljuqiylar deyiladi. Davom etamiz. Endi ular Mahmud G'aznaviyga elchi yuborib, o'sha Qoraxoniylar hujum qilgan paytida tomondan Qoraxoniylar hujumidan himoyalanish uchun Mahmud G'aznaviyga elchi borib, bizlar dedi Xuroson qismiga ko'chib o'tishimizga ruxsat bering deb elchi borishadi. Natijada Mahmud G'aznaviy bunga rozi bo'ladi va bir nechta shartlar bilan Saljuqiy oilalar Xurosonga yoppasiga ko'chib o'tishadi. Hozir buni nimadan ko'ramiz? Mana xaritadan ko'rsatib beraman sizlarga. Hop. Yilini yozib olaylikchi. Taxminan 1020-yillarda. Mana bu Qoraxoniylar. Mana bu Sirdaryo. Saljuqlar mana shu hududlarda yashayotgan. Mana bu hududlar. Sirdaryoning o'rta oqimi degani o'rta qismi. Mana shu yerlarda yashayotganda Qoraxoniylar bostirib kelgandan keyin ular G'aznaviylarga elchi yubordi. Mana G'aznaviylar. Mana bu Amudaryo. Mana bu qismlar Xuroson deyiladi. Ular aytdiki, biz bundan ortiq bu yerda yashay olmaymiz. Ruxsat ber, bu tomonga qarab ko'chib o'taylik deyishdi. Natijada Mahmud G'aznaviy ularga rozilik berildi. Mana bu yerda yashaydigan barcha Saljuqiy oilalar endi yoppasiga G'aznaviylar hududi, ya'ni mana bu Xuroson qismiga ko'chib o'tishadi. Tushunarli? Endi lekin keyinchalik Saljuqiylar ham kuchayib, 1040-yilda Saljuqiylar va G'aznaviylar o'rtasida Dandanaqon jangi bo'lib o'tadi. Bu jangda G'aznaviylar mag'lubiyatga uchraydi, 1040-yil. Bilasizlar, bu paytda Mahmud G'aznaviy vafot etganda, o'rniga o'g'li Mas'ud G'aznaviy hukmronlik qilayotgandi 1040-yilda. U mag'lubiyatga uchraydi Saljuqiylardan. Endi 11-asrning 40-yillarida Saljuqiylar Xorazm, Eron va Kavkazorti hududlariga harbiy yurishlar uyushtirib, u yerlarni o'z ta'sir doirasiga oladilar. Xek. Xorazm, Eron, Kavkazorti, Xek. Va xalifalik poytaxti bo'lgan Bag'dodni ham egallashadi. Saljuqiy hukmdor Alp Arslan Kichik Osiyoda Vizantiya podshosi Ramantor Diogenni yengadi. Bu o'z o'rnida Saljuqiylarning Kichik Osiyo va Yaqin Sharqda mustahkam o'rnashib olishlari uchun katta zamin yaratdi, deyapti. Xo'p, hozirgi turklarning Turkiyaga borib qolishiga sabab aynan mana shu jang. Mana ko'rib tursa, mana bu qizil joy, bu Vizantiyaniki bo'lgan. O'sha payt mana shu hozirgi Turkiya. Endi hozirgi yilni kiritamiz. 1071. Xo'p, 72 qilamiz. Mana. Ko'rib turibsizlar, Saljuqiylar mana shu joyga o'sha Alp Arslan davrida hujum qilishadi. Mana bu yer Kichik Osiyo deyiladi.
hozirgi Turkiya hududini egallab olishadi. Natijada turkiy qabilalar yoppasiga hozirgi Turkiya hududiga ko'chib o'tishni boshlagan. Va hozirgi turklar aynan mana shu 1071-yildagi jangdan keyin shu yerga ommaviy ko'chib kelib o'rnashgan va hozirgi kungacha yashab kelishmoqda bu yerda. Tushunarli? Xo'p, demak bunga sababchi Alparslan ekan. Xo'p, Sulton Malikshoh hukmronligi davrida esa Samarqand, Buxoro va Farg'ona hududlari egallanadi. Sulton Malikshoh davrida bizani hududlar egallangan ekan. Endi Sharqiy Turkistondagi Qoraxoniylar ham Saljuqiylar ustunligini tan olib, Sulton Malikshoh hukmronligi davrida Saljuqiylar saltanati Sharqiy Turkistondan O'rtayer dengizigacha bo'lgan hududlarni o'z ichiga olgan. Xo'p, xaritadan ko'rsatadigan bo'lsam, mana Sharqiy Turkistondan mana bu yerlarda O'rtayer dengizigacha mana shu oraliq. Xullas tan olishadi shu joylarni. Endi kimni davrida? Sulton Malikshoh davrida tan olishadi Qoraxoniylar. Keyingisi Saljuqlar saltanati Sharqiy Turkistondan O'rtayer dengizigacha bo'lgan hudud, bu ham Malikshoh davrida. Qaysi hukmdor davrida nima bo'lgan, shu joylarni eslab qolinglar. Endi Saljuqiylarning eng yuksalgan paytida Sulton Tug'rulbekka Bag'dod xalifasi Malik al-Mashriq, ya'ni Sharq hukmdori hamda Ruknaddin, ya'ni din suyanchig'i degan nomlarni beradi. Kimga bergan? Sulton Tug'rulbekka bergan. Endi keyingisi Saljuqlar saltanatining zaiflashib parchalanish jarayoni esa 11-asrning ikkinchi yarmida boshlandi deyapti. Ya'ni bu 1050-yillardan keyin u parchalanishni boshladi. Oqibatda bu davrda buning sababi nima? Bunga asosiy sabab saltanatning nihoyatda katta ekanligi, hududning nihoyatda ulkan ekanligi. Shu jihatdan u turk xoqonligiga o'xshab ketadi. Turk xoqonligi ham hududi nihoyatda ulkan bo'lganligi uchun ikki qismga bo'linib ketgandi. Ya'ni bitta markazdan turib boshqarish qiyin edi uni. Xo'p, oqibatda Saljuqiylar xonadon vakillari faoliyati bilan bog'liq Suriya, Iroq, Anadoliya va Kirmon sultonliklari paydo bo'ldi. Hammasida Saljuqiylar hukmronlik qilgan. Lekin mana shunaqa qismlarga bo'linib ketgan holda. 12-asr boshlaridayoq saltanat g'arbiy va sharqiy qismlarga bo'linib ketdi deyapti. Tushunarli? Endi boyaga ikkita qismga bo'linib ketganligiga to'xtalib o'tamiz. Sharqiy va g'arbiy. Sharqiy qismiga asosan Xuroson va Movarounnahr kirgan bo'lsa, o'sha Sulton Sanjar hukmronligi davrida g'arbiy Saljuqiylar, ya'ni hozirgi Eron, Iroq, Ozarbayjon ham sharqiy Saljuqiylarning ta'sirida bo'lgan ekan. Demak, g'arbiyga Xuroson va Movarounnahr, sharqiyga Xuroson va Movarounnahr hududlari kirgan bo'lsa, g'arbiyga Eron, Iroq, Ozarbayjon hududlari kirgan ekan. Lekin Sulton Sanjar hukmronligi davrida g'arbiy Saljuqiylar ham sharqiyga bo'ysungan ekan. Endi Movarounnahrga qora Xitoylarning kirib kelishi endi. Qoraxoniylar emas, bu qora Xitoylar. Mo'g'ollarning bitta nimalaridan bittasida endi, urug'lardan bittasi. Sharqdan bostirib kirib kelish natijasida Sulton Sanjarning ham kuchi qirqildi. Qaysi voqeadan keyin Sulton Sanjarning kuchi qirqildi desa, o'sha qora Xitoylarning bostirib kelishi bilan deb javob berasizlar. Qora Xitoylarga qarshi Saljuqiylar Qoraxoniylar bilan birgalikda jang qilishadi. Ya'ni sulh tuzib, Qoraxoniylar bilan Saljuqiylar birlashib, Qora Xitoylarga qarshi jang qilishadi. Xo'p, ammo bu jangda ular mag'lubiyatga uchrashadi. Bu o'z navbatda Saljuqiylarga qaram bo'lgan Xorazmning mustaqillikka chiqishi uchun zamin yaratadi. Xuddi shu paytda Xorazmda Anushtaginiylar sulolasi hukmronlik qilayotgan edi. 12-asrning ikkinchi yarmida g'arbiy Saljuqiylarga ular zarba berishadi va Sulton Sanjar o'limidan keyin sharqiy Saljuqiylar faoliyati to'xtatiladi. Endi sharqiyning o'rnida esa bu yerda Xorazm davlati, ya'ni Xorazm shohlar davlati vujudga keladi. Tushunarli?
Xo'p, endi mana bu yerga ham e'tibor berib ketamiz. Qaranglar, 12-asr oxiriga kelib Kichik Osiyodagi, ya'ni hozirgi Turkiyadagi Anadolu, ya'ni Konya sultonligidan boshqa biron bir Saljuqiy xonadoni qolmaydi. Faqat bitta boya bo'linib ketdi-ku, shulardan faqat bitta Saljuqiylargina qoldi, deyapti 12-asr oxirida. Bular hozirgi Turkiyadagi, ya'ni Anadoludagi Saljuqiylar edi. Mana hukmdor Usmonni ko'rgan bo'lsalar, o'shandagi Saljuqiylarda bu. 13-asr o'rtalarida bu Saljuqiylar ham Mo'g'ullarga qaramlikka tushadi. Xo'p, demak, davlatni kim boshqargan? Sulton boshqargan. Uni Sultonul Azam unvoni bilan boshqargan. Sultonning bir qancha vakolatlari bo'lgan. Masalan, xutba o'qitilgan, uning nomidan tanga zarb ettirilgan, mulk suvlarini u taqsimlagan, muhim davlat va boshqaruv mansablariga amaldorlarni tayinlagan, ariza va shikoyatlarni ko'rib chiqqan, moliyaviy kirim chiqimlar va o'sha moliyaviy ishlarni boshlab turgan, obodonchilikka qaragan, keyin qurilishlarga, yo'llarning qurilishiga shaxsan o'zi kuzatib borgan. Mana bu sultonning vakolatlari. Endi podshohning bir haftada 2 kun zulm ko'rganlarni qabul qilmasdan iloji yo'q degan gapni Saljuqiylarning bosh vaziri Nizomul Mulk o'zining Siyosatnoma asarida yozib qoldirgan. Endi Nizomul Mulk kim? Nizomul Mulk bu Saljuqiylarning eng mashhur bosh vazirini unvonida, xullas. Nizomul Mulk degani mulk va davlat tartibotchisi degan ma'noni bildiradi. Aslida uning ismi esa Abu Ali Hasan ibn at-Tusi hisoblanadi. Nizomul Mulk uni ulug'lash uchun berilgan nom. Xuddi Temur tuzuklariga o'xshaydigan asar yozgan, ya'ni davlatni qanday boshqarish kerak, nimalarga e'tibor berish kerak, mana shu jihatlarni yoritib bergan u ham. Nizomul Mulk Saljuqiylar davrida oddiy amaldorlikdan bosh vazir darajasigacha chiqqan. Xo'p, Temur tuzuklari asarida siyosatnoma haqida gap ketganda Nizomul Mulkni qilich va qalam sohibi bo'lmish vazirlar kabi e'zozlashga, qadrlashga da'vat etadi, deyapti mana. Ya'ni mana bu qilich va qalam sohibi deyilganda vazirlar nazarda tutilyapti. Xuddi Temur tuzuklarida ham shu narsa aytilgan bo'lsa, siyosatnomada ham shu narsa aytilgan degan ma'noda aytilyapti bu yer. Endi Nizomul Mulk tomonidan yozilgan siyosatnoma yoki Siyar ul Mulk podshohlarning turmush tarzi nomli asar. Bu ikkitasi bitta. Asar 2 xil nomi bor. Demak, bu asarda asosiy qoidalar boshqaruv sohasi bo'yicha va huquqiy masalalarga qaratilgan. Boshqaruv va huquqiy masalalarga qaratilgan. Asar xuddi qissadan hissa, ya'ni hikoya qilib beradi. Oxirida mana hikoyani eshitdingiz, qissadan hissa shuki deb xulosalaydigan tarzda yozilgan. Bu Sulton Sanjar maqbarasi. Xo'p, siyosatnoma asarida davlat boshqaruviga aloqador aksariyat qoida va qonunlar, usul va vositalar, turli darajadagi davlat idoralari haqida ham so'z yuritilgan deyilyapti. Asosiy g'oya nima? Asardagi asosiy g'oya shundan iboratki, davlatni oqilona boshqarish, unda qat'iy qoida va tartib o'rnatishga, amaldorlarni vijdonli, pok, halol va iymonli bo'lishga, mamlakat obodonchiligi, uning ahli farovonligi, tinchlik, totuvligini ta'minlash uchun harakat qilishga da'vat qiladi. Demak, mana bu asosiy g'oyasi ekan. Endi siyosatnoma asari yaratilgan davrdan boshlab, xo'p, demak, hozirgi kungacha uning o'zining nimasi, ahamiyati tushmagan ekan. Bugungi kunda bu asarning eng qadimgi nusxasi Erondagi Tabriz milliy kutubxonasida saqlanar ekan. Endi mana bu yerda qaranglar, mana shunaqa joyga ham e'tibor berib ketinglar, ichida savol bor. Agar deyapti, lashkardagi biron bir xizmatchining maoshi oshiriladigan yoki qisqartiriladigan bo'lsa, bu haqida eng avvalo Moliya soliq devoniga xabar berish kerak ekan. Qaysi devon? Moliya soliq devoniga. Endi bu yerdagi rasmda esa Saljuqiy hukmdor Ahmad Sanjarning toj kiyish marosimi ko'rsatilgan Rashiduddinning Jami at-Tavorix kitobida. Bu voqea 1307-yilda bo'lgan. Mana shu joyga ham qaraysizlar. Endi Nizomul Mulk vazirlik davrida Bag'dod,
Basra, Isfaxonda Nizomiya nomlari bilan mashhur madrasalar qurilgan. Buyuk olim Abu Homid G'azzoliy o'z vaqtida Bag'doddagi madrasada dars bergan ekan. Xo'p, G'azzoliy haqida ham hali o'tamiz. Endi bizaga o'sha mashhur bo'lgan, biz juda ko'p to'rtliklari orqali taniydigan Umar Xayyom aslida boshqa soha bilan shug'ullangan odam, astronom ekan bu kishi. Shamsiy taqvim, ya'ni kalendar islohot qilish uchun tuzilgan guruhga rahbarlik qilgan ekan bu odam. Shuningdek, Umar Xayyom bu ishni bajarib, devonning ilmiy va davlat ishlarida Nizomul Mulk bilan birga faoliyat olib borgan ekan. Xo'p, mana biz uni ko'proq shoir va ko'pincha to'rtliklar ustasi sifatida taniymiz deyapti, lekin aslida u kishi yulduzshunos, matematika tarixida sonlardan butun demak, matematikada sonlardan butun musbat ildiz topishning umumiy qoidasini birinchi bo'lib isbotlay bergan odam aynan Umar Xayyom bo'lgan ekan. Endi Saljuqiylar davrida sun'iy sug'orish tizimi va dehqonchilik sohasiga to'xtalgan bo'lsak, o'sha paytda Xorazm o'zining qovunlari bilan mashhur bo'lgan ekan. Jurjon esa o'zining xurmolari, shakar qamishi va limoni bilan mashhur. Niso uzumlari, behissa baqalajoni, marv bug'doyi bilan mashhur bo'lgan ekan. Bularni yodlash kerak. Dehqonchilik sohasining rivoji albatta hunarmandchilik taraqqiyotiga ham yo'l ochgan. Nima hunarmandchilik taraqqiyotiga yo'l ochgan desa, dehqonchilik sohasining rivoji deb javob berasizlar. Endi mamlakatning O'rta va Yaqin Sharq, Sharqiy Yevropa, Hindiston, Xitoy kabi mamlakatlar va o'lkalar bilan savdo aloqalari rivojlangan. Sulton Malikshoh hukmronligi davrida Sharq va G'arb yo'nalishlararo savdoni yanada jonlantirish uchun Xuroson va Iroq savdogarlarini ba'zi bir savdo to'lovlaridan ozod qilgan ekan bu Sulton Malikshoh davrida. Xo'p, keyingisi savdo sotiqda g'arbiy o'lkalardan Kaspiy dengizi orqali Turkistonga neft olib kelingan. G'arbiy o'lkalardan Kaspiy dengizi orqali Turkistonga neft olib kelingan. Sirdaryoning quyi oqimi, o'ng qirg'og'i yerlaridan chiqadigan mushk, oltin, kumush yo'nbiylar nafaqat tashqi bozorda, balki butun o'sha Saljuqiylarning o'zida ham qadrlangan ekan. Demak, Sirdaryoning quyi oqimidan va o'ng qirg'oqlaridan mushk, oltin va kumush yo'nbiylar chiqqan ekan. Xo'sh, endi bu davrda eng yuqori darajadagi pul bu dinor hisoblangan ekan yoki qizil dinor ham deb atalgan ekan. Tarkibida oltindan tashqari qo'shimcha metal aralashgan bo'lsa, bunday tanga rukni deb atalar ekan. Ichki bozorda esa mis tangalardan foydalanishgan ekan. Shuningdek, Saljuqiylarda cheklar ham bo'lgan, naqd pulsiz muomala qilish tizimi ham mavjud bo'lgan ekan. Tushunarli, demak bugungi mavzuyimiz mana shulardan iborat.